Avvalgi qismda dam olishdan kelgach, o'zimiznikilarni qidira boshladim. Menga boss topshiriq berdi. Topshiriq banditlarni o'ldirishdan iborat edi va bankni ham o'marishga to'g'ri keldi. Barcha bezorilarga salom qilgan rais mening ismim Derb va men uyushgan jinoiy guruh a'zosiman. Ha do'stlar, avvalgi safar bankni afsuski o'mara olmadim. Aniqroq o'mardim, lekin menda qurollar tugab qoldi va politsiya meni tutib oldi. Ertalab kelib meni olib ketishadi va meni sudga olib borishadi. Menimcha, shu yerda hammasi tugasa kerak. Ana endi bandit hayoti emas, qamoqxona hayoti oladiganga o'xshayman. Do'stlar, yana undan tashqari bu yerga bir g'alati jitelni olib kelishdi hozirgina va u menga qarab o'tiribdi. Rostini aytsam, bu menga yoqmayapti. Ishqilib, menga hujum qilib qolmasin. Nima qilardim do'stlar, mani ko'rishingiz mumkin. Jin ursin haliyam qarab turibdi. Mayli, hozir so'rayman. Jitel, nimaga menga qarab o'tiribsan? Biror ishing bormi? Ha? Seni so'rayapman, ishing bor menga? Ha, bu yoqqa kel. Nima? Voy, nima qilyapsizlar? Yo'q, hech nima. Gaping bormi, nima deysan? Senga Leo bir narsa berib yubordi. Bir narsa? Sen Leoni taniysanmi? Ha, albatta. Yo-moyo, bularni qayerdan olib kelding? Bunisi bilan ishing bo'lmasin, tezroq ket. Xo'p. Eshik yaxshiyamki ochiq, chunki Jitelni nimasidir tekshirishmoqchi edi, lekin tekshirishga ulgurishmadi. Mayli, Jitel, quloqlaringni yop. Xo'sh. Qurolni qayerdan topding? Mana bu endi sening ishing emas. Sekin. O'tama. Bo'ldi, o'ldirildi. Yigitlar, nima bo'lyapti u yerda? Jin ursin. Ichkarida kimdir borga o'xshaydi. Yaramas. Iflos. Sekin patronlar qolmadi. Bo'ldi. Jitel. Jitel, ketasanmi? Yo'q, men qolishim kerak. Mayli. Bu sen tanloving sekin. Do'stlar, menimcha ko'chada kimdir bor. Xo'sh. Yigitlar, o'zi jinsin. Mana sekin do'stlar, ikkitasi bor ekan. Mayli, Glock ishonchli qurol. Bo'ldi. Yana bittasi qoldi. Mayli, hozir. Yo'q, o'libdi. Bo'ldi, qutuldim. Yaxshi, endi qayta o'qilib olamiz va yerto'lamizga otlanishimiz kerak. Ishqilib, yigitlar o'sha yerda bo'lishsin. Do'stlar, agar avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz va tushunmayotgan bo'lsangiz, bu ahvolga qanday tushganimni, bu tabiiy hol, avvalgi qismni ko'rish kerak. Hech qayerda hech kim yo'q. Mayli, ketsak bo'ladi. Axlatli ko'chalardan tunda o'tib boraman. Ayniqsa sovuq hozir issiqqina qamoqxonadan chiqqandan keyin. Mayli, lekin bu ozodlik narxi. Yaxshi. Bank hali ham turibdi. Afsuski, menga bergan qurolni tortib olishdi. Aniqrog'i, men bankdan tortib olgan qurolni aniqrog'i men u yerdan o'g'irlagandim. Xo'sh, hech kim yo'qmi? Sekin, chunki avvalgi safar hech kim yo'q ekan, meni otib tashlashga sal qoldi. Bu yerdagi qo'riqchimiz bo'ldi. Yaxshi, bu yer ham issiqqina. Stop, nega chiroqlar yonilgan? Axir bu bizni bilintiradi bu yerda odam borligini. Mayli. Yaxshi, yigitlar, men keldim. Derb. Yaxshimisan? U yerda nima qilding? Ish qilib egilmadingmi? Yo'q, men hali politsiya uchastkasida edim. Qamoqqa yetib borganim yo'q. Salom. Derb. Tirik ekansan. Leo, lekin bergan narsang uchun, Glock uchun katta rahmat. Aks holda o'sha yerda qolib ketardim. Biz o'zimiznikilarni tashlab ketmaymiz, bilasan-ku. Mana bu odatingga besh ketaman. Aytgancha, xo'sh, menga gaping bormi? Aytgancha, menga burger yo'qmi? Bor, mana ikkitali. Katta rahmat. Senga bir gapim bor. Xo'sh, eshitaman. Xullas, biz bir ishlar boshlab qo'ydik. Qanaqa ish boshladinglar? Eshit. Xo'sh, eshitaman. Xullas, qara, qurolni topilmagan ekansan, bu albatta yomon, lekin u bilan biz mafiyachilarni darvozasini buzishimiz mumkin edi. Darvozasini buzib nima qilasan? Albatta, ularni uyini egallash uchun. Mafiyachilarni uyida nima yo'qotdik? Hech nima, shunchaki axir boshqatdan hammasini boshlashimiz kerak-ku. Men 2 haftagina bo'lmadi va 2 haftada hammasini ishni pachava qildinglar, to'g'rimi? 100 marta ayting. Undan tashqari o'zing ham eplay olganing yo'q. Chunki menda qurol yo'q edi. Sen o'sha ishlatgan qurol bizdagi oxirgisi edi. Har biringizda T9 dan bor-ku. Senda esa Glock. Xo'p, mayli, tortishmaylik. Keyin nima qilamiz, Gapir, Leo. Keyin u yerdagi pullarni olamiz. Agar pullar bo'lmasa, bizda B rejasi bor. Xo'sh, B rejasi bu bank.
Bankda men bo'ldim, u yerda oltin va olmoslar juda ham ko'p olishimiz mumkin, lekin degan joy bor. U xalqni puli, odamlarni puli, ularni o'g'irlasak ham hukumatga raqobatchilik qilgan bo'lamiz. Hukumat esa raqobatchilarni yoqtirmaydi. Menimcha tushunyapman nima demoqchisan. Mayli, unda kel hech kimniki bo'lmagan pullarni olamiz. Hech kimniki bo'lmagan? Ha, masalan, ko'chada pul topib olsang, nima qilarding? Albatta olardim, chunki topib oldim. To'g'ri aytsang, hech kimniki emas. Xo'sh, lekin hech kimniki bo'lmagan pulni qayerdan topamiz yana bunday katta hajmda? Darb. Axir biz bilan qanchadan beri ishlaysan? Inkassator jinni. To'g'ri, inkassator bizni markaziy bankdan pulni olib, boshqa banklarga tarqatadi, to'g'rimi? Ha, xullas, u ko'chada yurgan vaqtda u hech kimniki emas. Biz esa uni to'xtatib, ichidagi pullarni, o'zing tushunasan. Leo, mana bu ajoyib g'oya. Mayli, men sen bilaman, xo'sh. Birinchi navbatda mafiyaga hujum. Chunki pullarni yashiradigan joy kerak. Tushunarli. Menga patronlar ber, yigitlarni olaman va ketamiz. Xo'sh, biz bilanmisan? Ha, yo'q, meni boshqa ishim bor. Nima qanaqa ishing? Patronlarni ol. Xo'p. Mayli, ishing haqida-chi? Xo'sh, aytasanmi? Yo'q, keyinroq. Mayli. O'zing bilasan. Lekin aytsang yaxshi bo'lardi. Ha, mayli. Men har ehtimolga qarshi inkassatorga tayyorlanib turaman, chunki bugun birinchi marta bizni aniqrog'i shu oyda birinchi marta o'tadi. Shahrimizdan, ha, keyingi safar bir oy kutishimizga to'g'ri keladi yoki boshqa shaharga borishimizga. Shuning uchun ham bo'ldi, seni tushundim. Sen men bilan borasan. Bo'ldi, tushundim. Dar boshliq. Yo'q. Xo'sh, mana shunday qorong'ida hozir hujum qilamiz. Hamma tayyormi? Men tayyorman. Bo'pti, unda ketdik. Yaxshi do'stlar, kelyapmiz yigitlar, faqat sekingina. Biz hozir mana shunday qorong'ida, zulmatda iflos mafiyachilarga hujum qilamiz. Bilasizlarmi, ular nima qilishadi? Ular oddiy odamlarni qiynashadi va mendan so'rashadi, mafiyachilar va sizlarning nima farqingiz bor deb. Gap shundaki, mafiyachilar ularni juda ham katta jinoyatchilarni boshqarishadi. Mafiya otlari deyishadi o'zlarini. Ana shu katta jinoyatchilar harbiylar bilan, politsiyachilar bilan, hukumat xodimlari bilan ishlaydi. Biz esa o'zimiz yigitlar qolib ketibdi. Hozir. Sekin. Biz esa o'zimiz ishlaymiz. Xo'sh, yigitlar, meni yo'qotib qo'ydinglarmi? Jennerson derb. Mayli, bu safar tezroq yuringlar. Mana bu yerdan o'tamiz. Xullas, biz esa o'zimiz ishlaymiz. Yuringlar. Biz o'zimiz ishlaymiz va hech kimga qarzimiz ham yo'q, hech kimga hech narsa majbur emasmiz. Mafiyachilar esa majbur. Ular bir-biriga yordam qilishadi. Bizda esa unaqanisi yo'q. Bizda hamma o'zi uchun. Ya'ni nima desam ekan, guruhlar o'zi uchun. Bu mafiyachilarning guruhlari esa bir-biriga bog'liq. Bizda esa bir-biriga bog'liq emas. Bizda faqatgina guruh a'zolarimiz bir-birimizga bog'liqmiz. Masalan, bizda shturmovik bor, haker bor, qurollar bo'yicha mutaxassislar, seyflar bo'yicha mutaxassislar bor, lekin bor yo'q 3 tagina kishi qolibdi guruhimizda. Mayli, eshik ochiq ekan. Yaxshi. Qo'riqchi, der, men seni bana qilaman, kel. Xo'p, sekin. Mayli, ket. Qo'li odam to'g'ri kiraveramiz, bana qilmasdan. Yaxshi. Junursin buni. O'lmasligincha. Mayli. Ichkariga kir. Junursin. Patronlar. Ay, suyun. Xudoyim. Junursin. Ichkariga kir. Seni ko'rdim qanday kirganingni. Mayli, men u tomondan, sizlar esa pastdan kiringlar. Mana bu boshqa gap. Ana shunday taksi holatda kiramiz. Yaxshi, xo'sh do'stlar. Ichkarida salom, surpriz. Mehmon. Kutilmagan mehmon. Sekin otishma yomon bo'lyapti. Bo'ldi. Yigitlar yaxshi. Ichkarida boss. Rostdan ham qo'y ekan. Qo'y? Yo'q. Sen rostdan ham qo'y ekansan, xo'sh. Buni qaranglar do'stlar, qo'y rostdan ham. Biror gaping bormi? Biz bilan birga ishlashni xohlaysanmi? Nima? Yo'q, politsiyachilar senga yordam bermaydi. Nima? Yo'q, menga inventaring kerak emas. Hech nima bo'lmasa o'ldirmaydi deb o'yladingmi?